Assalomu alaykum hammaga. O'zbekistonda bilaman bu endi o'ynaydiganlar juda ko'p, lekin mayda-chuyda narsalar tushunmaydigan, juda ko'pchilik tushunmaydigan narsalar o'yinda ko'p. Bu videoda asosan mana shu zverlar haqida qisqacha tushuntirib o'tmoqchiman. Endi ozmi ko'pmi klandagi o'zbek akalardan ma'lumot olib bilganimcha sizlarga aytib o'taman. Ko'pchilik xato qilar ekanda. Masalan, chip asosan ko'pchilik tushunmaydigan narsa mana shu chipi bo'ladi. Nima? Masalan, kombo miyasiga kombo qo'yilgan bo'lsa, ikkitalik qilish, buyog'i qovurg'aga ham xuddi shunaqa kombosdan qo'ymasalaring, boshqasi ishlamaydi. Mana qo'lam xuddi shunday. Ikkita qo'lam bir xil kontrataka. Agar boshqasidan yoki kombo kontrataka bo'lsa, bir-biriga umuman bog'liqlik joyi yo'q bilan ishlamaydi. Mana bu oyoq ham xuddi shunday. Kombo. Nimaga kontrataka? Bu kontrataka asosan garnizonga ishlaydi. Poliyada ko'p sinab ko'rdim. Umuman bir tiyinli foydasi yo'q. Poliyada bulardi. Nimaga buni ko'targanman? Sabab bor. Hali bularni o'zgartiraman. Zapas olib qo'ygan edim. Qaysidir? Mana. Hozir buni olib qo'yadigan bo'lsam, ishlamaydi mana bu kontrataka, kombo bir-biriga umuman kombo ishlaydigan o'zini nimalari bor-da. Ba'zi bir narsalari bor, xullas ishlamaydi. Agar mana uni qo'yadigan bo'lsam, nimalarni beradi? Xullas 4.5%, 1.45% kontrataka, xullas shunaqa gaplar. Yana kimni nima tushunmasa, kommentda shunday yozsalaring, keyingi video shu haqda bo'ladi. Masalan, askarlar qurollari, masalan, shular haqida yoki geroylarni orujiyasini chiplari haqida qanaqa video qilishimni kommentda yozsalaring, shunga qarab video ishlayman. O'zi O'zbekistonda menimcha bu o'yinni kontent qiladigan yo'q menimcha. Menimcha emas, endi yo'q umuman. Lekin bu o'yinda asosan juda ko'p narsalarni kerak emas paytda odamlar ishlatib yuboradi. Bu katta xato. So'mkaga nima yig'ilishi kerak bo'lsa, ishlatmay shu narsalarni yig'ib boraverish kerak. Masalan, o'ta muhim narsalar, mana chip ishlatmay yig'ish kerak buni. Qachon kerak sabitiga kelgan paytda ishlatmasalaring foydasi yo'q, buni bekor sovurib olganlaring qoladi. Bu napelnik asosan qancha ko'p yig'ilsa shuncha foydaliroq bo'ladi. Yana nima bor bu yerda vajni? Buni 960 taqib ishlataman. Ko'pincha anoni missiyasi bajariladi o'z payti kelganda. Hamma 10 ta nimaga obmen qilish uchun bu. Keyin mana qarmoqda narsalari buni ham umuman ishlatmanglar. Maslahatim bir 30 ta 35 ta yig'ib keyin ishlatsalaring, qaysi baliq ochilmagan bo'lsa, o'sha baliqni ochishga yordam beradigan tomchi beradi. Top 3 taliga kirsalaring foydali bu narsa ham xullas. Lekin buni ham yig'ish kerak. 70 ta yig'ib keyin o'ynasa bo'ladi. Maslahatim. Yana yig'iladigan narsalardan bu. Buni ham o'tgan safar 335 tamidi yig'ib o'ynagan edim, sabitiyada qatnashgandim. Birinchi o'rinni oldim. U mo'jiza sabab
bilmadim qanday birinchi o'rinni oldim. 1.130.000 ochko bo'ldi xullas. Aktiv qoldirmay tekinlarni bajarib bordim. 335 ta damlama ishlatdim. 1.130.000 ochko bilan sabitiyani tugatdim. Buni ham bir 400 talar yig'ib kim o'ynasalaring 100 talik birinchi o'rinni olasizlar. Xullas akalar, kimda savol bo'lsa kommentda shunday yozsalaring, o'shanga qarab video qilib chiqaman. Kecha bitta brat o'zimiz Alyansdan so'ragan edi. Hayvonlar to'g'risini so'ragan, shu video qilib chiqarsamchi dedim. Ish kelib qoldi gallaga. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. O'sha gap.